Assalomu alaykum. Kosonsoy tumanidagi Prezident maktabidagi meni o'qitgan o'qituvchilarim, sizlarga avvalambor kattakon rahmat aytmoqchiman. Ayniqsa sinf rahbarim Ahadjon domlaga juda kattakon rahmat aytmoqchiman. Mana shu darajaga yetib kelishimga, shunchalik bo'lishimga juda katta hisslar bor. Hozirda Yevropaning nufuzli universitetlarida ta'lim olib bormoqdaman va bugun erta bizda dam kunlari, shu damdan foydalangan holda do'stlarim bilan Shveysariyaning juda chiroyli manzarali joylariga dam olishga keldik. Hozir men sizlarga bitta chiroyli qilib manzarani ko'rsatib beraman. Xudo xolasa shu maktabda o'qiyotgan har bitta o'quvchiga shunaqa joylarga kelish nasib qilsin. Hozir sizlarga manzarani shunchaki bitta ko'rsatib beraman.